Hammaga salom do'stlar. Demak, bugungi videomiz mana shu sayt haqida bo'ladi. Bu juda ham ajoyib saytlardan biri ekan va videoni boshlashdan oldin mana shu Telegram kanaliga obuna bo'ling, YouTube kanaliga obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying va izoh ham yozib qoldiring. Mana shu Telegramda mana to'lov cheklari ham mavjud, ko'rib turganingizdek. Shu sababdan Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Demak, video davomida konkurs g'olibini ham aniqlab o'tamiz. Saytga kirib olamiz dastlab. Hozir internet sifati biroz pastroq do'stlar. Saytga kirgan paytingizda ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun bu yerga elektron pochta manzilini, ya'ni Gmail akkauntini kiritasiz. Bu yerga parol va bu yerga parolni tasdiqlaysiz. Ikkitasi bir xil parol bo'lishi kerak. Mana bu yerga tegmaysiz va ro'yxatdan o'tishni ustiga bosasiz. Men ro'yxatdan o'tib bo'lganman va o'z akkauntimga kirib videoni davom ettiraman do'stlar. Demak do'stlar, bitta ajoyib yangilik, saytda mana o'zbek tili ham mavjud va bu yerda mana xabarlar bo'limi sayt ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda bizning hisobimiz va bu yerda mana zaryadlash, ya'ni pul kiritish, pul chiqarish, yangiliklar va jamoa bo'limi. Biz bu yerda asosiy bo'limdamiz. Bu yerda do'stlarni taklif qilish, yordam, agent bilan hamkorlik deyilgan. Bu bo'limlarga hali kirib ko'rganim yo'q. Va yana biroz pastroqqa tushadigan bo'lsak, kim qancha pul kiritayotgani mana olib tashlash rekordi deyapti. Ya'ni pul yechib olayotganlar mana ko'rib turganingizdek. Xo'sh, pastroqqa tushadigan bo'lsak, yana bu yerda kriptovalyutalar, ya'ni bunaqa nimalarning pasayishi, ko'payishi, xullas shunaqa bo'limlar ham mavjud. Yana pastroqda kompaniya haqida ozgina ma'lumot berib o'tilgan. Bu yerda mana qachon ochilgani, qancha daromad borligi, ya'ni kim qancha pul ushladi, kim qancha pul kiritdi, shunga o'xshash ma'lumotlar bor. Demak, bu yerda ikkinchi bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana VIP 1 $14 miqdor. Joriy daraja deyapti. Men hozir mana VIP 1 ni sotib olganman. Men mana $14 kiritganman. VIP 1 mana kuniga bizga 16.15% dan bonus berib boradi. Ya'ni demak, bu yerda mana kunlar soni 90 kun davomida qulfni ochish mana, ya'ni VIP 1 ni sotib olish narxi $14, 16% dan bonus berib boradi. Har kuni bu $2 dan biroz $2.30 shunaqa berib boradi adashmasam. Ya'ni $2 dan ko'proq. VIP 2 ni narxi mana $188 ni tashkil etadi. 90 kun ishlar ekan, xizmat haqqi deyapti 3%. Bu ham 16.66% dan bonus berib borar ekan. Bu yoqda VIP 3 ni narxi $588. Bu ham 90 kun ishlaydi va 3% xizmat haqqi bor ekan va 17.27% dan bonus berib borar ekan. Demak, bizga eng kerak bo'ladigani mana bu VIP 1, ya'ni $14 ga sotib olamiz. Va men sotib olganman. Mana bu yerda vazifa bajarish bo'limi bor. Ustiga bosamiz. Va bu yerda mana jarayon, ya'ni komissiya hammasini yozyapti. Mana ko'rib turganingizdek vazifa bajarilmoqda. Va mana menga $2.19 bonus berdi. Yomon emas. Endi video davomida buni yechib ko'ramiz do'stlar. Sizlarga maslahatim, saytga sarmoya kiritsangiz mana shu VIP 1 ni sotib olishingiz mumkin. $14 ga sotib olasiz va har kuni $2 salkam 20 sent pul ishlab borishingiz mumkin.
90 kun davomida deyilgan. Endi qancha vaqt ishlashini o'zim ham bilmayman do'stlar, lekin yomon emas. Biz bir haftada pullarimizni ortig'i bilan qaytarib olsak bo'lar ekan. 10 kunda biz, ya'ni bir haftada foydaga chiqamiz. 10 kun ishlab tursa, kamida 10 kun ishlasa biz ancha foyda qilib olamiz do'stlar. Xo'sh, bu yerda 3-bo'limga o'tamiz. Bu yerda mana yana qandaydir ma'lumotlar berilgan. Invest robot 7, 6, bu yoqda 5, mana ko'rib turganingizdek ular ham bor ekan. Robot sotib olsangiz bo'lar ekan. Narxi $30 kunlik tarif deyilgan, 27% dan 5 kun davomida ishlar ekan. O'zingiz hisoblab chiqishingiz mumkin. Bu ham yomon emas. $150 ga har kun 15 kun ishlarkan, kunlik 18% dan bonus berib borar ekan. Va do'stlarni taklif qilish bo'limiga o'tamiz. Bu yerda mana shu havolani nusxalab olib do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda jamoani ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana hech kimni hali saytda ro'yxatdan o'tmagan. Demak, bu yerda darajalar 1, 2, 3 daraja, mana birinchisiga 13%, ikkinchisiga 2%, uchinchisiga 1% dan bonus berib boradi. Bu ham yomon emas. Zaryadlash va bu yoqda yana qandaydir ma'lumotlar berib o'tilgan. O'zingiz o'qib tanishib chiqishingiz mumkin bemalol. Sababi mana o'zbek tilida. Hozir men bularni o'qib tanishtirib o'tiradigan bo'lsam, video cho'zilib ketishi mumkin. Va endi oxirgi bo'limga o'tamiz do'stlar. Demak, oxirgi bo'limda bizning bu yerda akkauntimiz chiqib turadi va mana VIP 1 ni sotib olganman. Shu sababdan bu yerda VIP 1 chiqib turadi. Siz qaysi birini sotib olsangiz, 1 ni sotib olsangiz 1 va 2 ni sotib olsangiz 2 chiqib turadi. Meni balansim bu yerda jami aktivlar deyilgan, qancha pul kiritilayotgani mana miqdor hisob, ya'ni $14 pul kiritganim. Bu yerda mana kunlik foyda, bugungi daromad. Bu yerda tafsilotlar, transfer, yangiliklar, xavfsizlik markazi. Bu yerda quvvatlash bo'yicha qo'llanma, umumiy muammo, biz haqimizda shunaqa ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu yerda mana admini ham bor, ko'rib turganingizdek saytni. Bu yerda mana xavfsizlik markazini ustiga bosadigan bo'lsak, kirish paroli va xavfsizlik paroli. Yana bitta eslatma, saytga boshida kirganingizda kiritgan parolni eslab qolishingiz yoki biron joyga saqlab qo'yishingiz kerak. Sababi pul yechayotgan paytingizda kerak bo'ladi. Va biz asosiy bo'limga o'tamiz. Bu yerda mana yordam bo'limi ustiga bosamiz. Bu yerda mana kompaniya huquqiy hujjatlari deyilgan, qanday ishlashi, hammasi haqida to'liq ma'lumot bergan. Mana shuni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda mana saytning sertifikati ham bor ekan. Buni ham o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Juda ham ajoyib sayt ekan. Endi pul kiritish va pul chiqarishni ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Bu yerda mana zaryadlashni ustiga bosamiz. Bu yerda 5 ta yo'nalishdan pul kiritishingiz mumkin. TRK20, TRX va Web20, BNB, Web20 USDT va men Web20 dan pul kiritdim. Mana shuni ustiga bosamiz. Bu yerda o'zi yozib o'tilgan barchasini do'stlar diqqat bilan tanishib chiqing. Va mana shu yerdan mana buni nusxalab olasiz va zaryadni tugallandini bosib qo'yasiz, ya'ni pul kiritgandan keyin. Endi biz pul chiqarib ko'ramiz. Bu yerda olib tashlashni ustiga bosamiz. Bu yerda Web20, ya'ni Web20 ga pul chiqarish miqdori $2 ni tashkil etadi va hech qanaqa foiz, ya'ni komissiya ushlab qolmaydi. Bu yerga miqdorni kiritamiz. Bu yerga
manzilini va bu yerga xavfsizlik parolni kiritamiz. Men hammasini kiritib bo'lib videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, hammasini kiritib bo'ldim va tasdiqlashni ustiga bosamiz. Biroz kutamiz. Va bizni pullarimiz chiqib ketdi va endi Binance'ga kelib tushishini kutamiz va pul kelib tushgandan keyin videoni davom ettiraman. Va mana do'stlar, 10-15 soniya ichida pullarimiz kelib tushdi. Mana ko'rib turganingizdek, endi Binance'ga kirib ham ko'rsataman isboti bilan. Mana $2.19. 1 daqiqa ham o'tmasdan pullarimiz avtomatik tarzda kelib tushdi. Juda ham ishonchli va ko'rib turganingizdek, har doim videoni isbotlari bilan pul chiqarib ko'rsatib kelmoqdaman. Demak, endi saytga qaytamiz. Demak do'stlar, bugungi video mana shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Sayt silkasi kommentariyada va Telegram kanalda bo'ladi. Qandaydir savolingiz bo'lsa Telegramdan yozib qoldirishingiz mumkin.